Hamma masjidda o'ziga yarasha fishkasi bor o'rtoqlar. Ko'rasizlarmi? O'tiradigan joylarni hammasini mana shunaqa qilib aylanadigan qilib qo'yishibdi. Zo'rgacha. Qariyalarga oson, oyog'ini bu yoqqa o'tirganda masalan, buni o'tirib, bu yoqqa aylanveradi. Kerak bo'lsa, buni aylanib, sekin chiqib ketaveradi. Biz hozir Farg'ona viloyatidamiz. Qayerdamiz? Hozir Farg'ona viloyati Uchiypoz masjididamiz. Musoqlar masjidi. Bo'ldi o'tyapti-ku, tilbilar. Bu yerda hozir nima demontaj bo'lyapti? G'ishtlarimiz sho'ralab ketib, mana bu ko'tarib tashlabdi. Hozir men masjidga namoz o'qigan kirdim. Yo'lda men obunachilar ko'rib qolib, shu tishlamamizda deb qolishdi. Bu yerda masalan nima bo'lyapti o'rtoqlar? G'isht sho'ralagan, ko'taryapti, izolyatsiya qilsa ham ko'taryapti. O'shaning uchun bu yerda boshqacha suxoy montaj qilyapti. Nimaga men birinchi qatori ko'tarilmagan degan sabab bu yerda beton sho'ralamagan, g'isht sho'ralagan hisobiga bilmayman. Yaxshi qumdan qilinmaganmi, o'shanda sho'r chiqib ketyapti. Hamma masalaga lekin 5. Zo'r. Qancha o'tirib ko'rsatib bering. Aylanib, oyoq kiyimni yechib chiqib ketaveradi. Ismingiz nima? Asadbek ismi. Asadbekga bitta like bosib qo'yasizlar.